Tog'ayli qavati mana qolmabdi. Faqat suvagimiz o'zi qolibdi mana. Kalga o'xshadi. Ko'ryapsizmi? Mana lissi bo'lib qolgan mana. Lissi. Bemor opamiz 50 yoshda bizga kelgandagi shikoyatlari tizza bo'g'imidagi kuchli og'riqqa, tizza bo'g'imidagi bukib yozishda cheklanishga, menga kelguncha juda ko'p joyda davolangan. Mana bir etap lecheniya qildim. Ikkinchi etapini qilishdan oldin bemorimizni holatiga baho berganimizda o'zgarish u darajada aniq, ya'ni u darajada yaxshi bo'lmaganligini aniqladik. Mana endi bemor bilan kelishgan holatda o'ng tizza bo'g'imini diagnostik artroskopiya, mana lazer bilan bir qator tizza bo'g'imizni ko'ramiz deb aytganmiz, opa. Endi qarang tizzangizni. Mana o'sha menisk pardalarimiz titilib ketgan ekan. Ko'ryapsizmi? Titilib ketgan joyda mana. Mana shu joyda oling mana, titilib ketgan mana. Juda xunuk bo'lib ketgan. Ko'ryapsiz? Mana bu tomoni ham uzilib ketgan ekan mana. Bunga ancha vaqt bo'lgan ekan, opa. Tushunyapsiz-a? Aslida bu holatimiz monga o'xshagan bo'lish kerak edi. Mana ko'ryapsiz-a? Tekki bu tomoni titilib bo'lgan mana. Titilib uzilib ketgan ekan mana. Endi qarab turing. Bu endi bitta asosiy mana kasalligimiz. Endi bundan ham asosiy kasalligimiz bor ekanda. Tizza bo'g'imidagi son suyagining ichki qismi bo'ladi, mana ichki qismi. Bu qarang, tog'ayli qavati bunaqa oppoq bo'lish kerak ekan, opa mana. Mana bu yerda ham yemirilib ketgan, bunaqa oppoq bo'lish kerak ekan. Ko'ryapsiz-a mana? Keyin buni sekin olib kelsak, tog'ayli qavati mana qolmabdi. Faqat suvagimiz o'zi qolibdi mana. Kalga o'xshadi. Ko'ryapsizmi? Mana lissi bo'lib qolgan mana. Lissi. Ko'ryapsiz mana. Bunga ham yil bo'lgan, to'pa yil. O'shaning uchun sizni muolajalaringizga foydasi bo'lmayapti ekan. Suvagimiz ham qattiq bo'lib ketgan mana. Qattiq bo'lib ketgan. Qarang mana. Ko'ryapsizmi qatiganini? Qatib ketgan. Endi bunaqa holatlarda shu suvaylarimizdan teshib kanal ochib qo'yamiz. Ma'lum darajada suvaylarimiz oziqlanib oladi, lekin bundan bag'i o'zingiz ehtiyot qilib davolanib turishingiz kerak. Tushunyapsiz, opa? Bo'lmasam 3-4 yilda sun'iy bo'g'im qo'yishga olib qo'yamiz ekan. Ko'ryapsiz mana holatlarni mana. Qancha joyda yemirilganligini mana. Manikda umuman qolmadi. O'ydim chiqdim asfalt bo'lib qolgan. O'ydim chiqdim joy ko'payib ketgan. O'shaning uchun asfaltchilar yamayapti, lekin mana bemorimizga natija bo'lmayapti ekan mana. Biz qancha zo'r ukollarni qilsak ham foyda qilmayapti ekan. Tushunyapsiz mana? Endi shu narsani tushuntirishimiz kerakki xalqimizga, menga qarang, shu narsani tushuntirishimiz kerakki xalqimizga. Agar bu bemorimizda tog'aylari yemirilmasdan faqat bu pardalarimiz uzilishi bo'lganda 100% og'riq qolardi. Endi bu operatsiyaning mohiyati shuki, tizza bo'g'imini bir qator tozalab qo'yamiz. Bu zavat qilayotgan menisk pardalarimizni olib qo'yamiz, tizza bo'g'imini ichidagi anu yemirilgan joydagi bu tog'ayli qavati yo'q joy suvaylarini tuynuk ochib qo'ysak, sal bo'g'imlarda yana ham oziqlanishi yaxshi bo'ladi. Endi bu 100% yechim hisoblanmas ekan. Tushunyapsiz? Opa, bering. Ya'ni mana bahor oylarida ariqlarni ko'ylaymiz bilsangiz, suv yaxshi oqsin deb. Xuddi shu mexanizm shu ariqni ko'ylab qo'yapmiz, tozalab qo'yapmiz. Bunaqa bemorlarga, kasallarga befarqlik oqibatida bo'lgan nima jarayonni hozir aytaman, ertaroq harakat qilib o'zlaringga e'tiborli bo'linglar. Doktorga kelinglar, mani doktorimga Dostonbekka. Chunki men Rossiyada ham doktor lecheniya oldimda. Rossiyada olingan lecheniyalarni umuman ta'sir qilmadi. O'tkir dorilar. Endi siz u olgan o'tkir dorilarni bilmaysiz. Siz yozib bergan o'tkir dorilar xuddi bir xillik bo'ldi-da. O'sha professorga davolandim men. O'sha Nijniy Novgorodda eng katta travmatologga. Siz uni nimalarni bilmaysiz. Kelib bunday solishtirsam bir xilda Lecheniyamiz, a? xuddi u Rossiyadagi o'sha katta travmatolog yozgan dori-ko'rlarni siz yozgansiz. Siz bo'lmasa uni ko'rmaysiz, bilmaysiz. O'shandan keyin yana ham ishonchingiz oshdi menga. Yana ham ishonchim oshdi, chunki u travmatolog Rossiyani katta professori xuddi o'sha doktor yozib menga qilgan lecheniyalarni siz menga bir xillikda o'sha dori, o'sha usul. Yana ham odamni haqiqatda bu yana ham ishonasizda.